Assalomu alaykum va rahmatulloh. Swift Bootcamp darsimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Dilshodbek, Swift Genius kanali. Darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz iconlar haqida, ya'ni system image haqida gaplashamiz do'stlar. Demak, biz mana bu ilovani ochib olganman. Bu ilovani qayerdan o'rnatamiz, qanday o'rnatamiz va bundan mana bu joydagi iconlardan demak qanday to'g'ri foydalanamiz, qanday bu yerda funksionallik mavjud. Demak, bugun to'liq mana shu haqida va demak kod ham yozamiz. Kodda demak buni qanday to'g'ri foydalanish kerakligini batafsil ko'rib o'tamiz do'stlar. Demak, tayyor bo'lsangiz biz darsni boshladik. Demak do'stlar, biz qaraydigan bo'lsak, bu joyga sf symbols deb yozamiz va kirishni bosamiz. Bosgan vaqtimizda bizga mana bu sf symbols apple developer chiqadi. Mana shuni biz bosib kiramiz ichiga. Demak, bu joyda sf symbol haqida ma'lumotlar turibdi. O'zi bu nima deydigan bo'lsak, sf symbol mana shu iOS dasturchilar uchun Apple o'zi yaratib bergan pashta 7000 ga yaqin sistemni simbollar, ya'ni belgilar, iconlar mavjud do'stlar. Bulardan biz bepul holatda foydalanishimiz mumkin. Biz uchun buni bizga ilovasini ham yaratib qo'yibdi va bu dasturning ichida ham mavjud. Endi bu haqida siz ko'rishingiz mumkin, bir qancha ma'lumotlar va bir qancha aynan simbolga tegishli bo'lgan, demak, ma'lumotlar mavjud. Mana bu joyda oxirida ko'rishimiz mumkin. Demak, WWDC 2025 da demak simbol haqida oxirgi 7 sini chiqargan. Buni o'zingiz ma'lumot uchun ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi bizga keraklisi bu joyda download tugmasi mavjud. Demak, buni bosadigan bo'lsak 6 yoki 7 turibdi. Sizga qaysi kerak bo'lsa o'shani uстановка qilib olasiz. Mana buni bosgandan keyin yuklab olish boshlanadi va sizga yuklanish oynasi chiqadi. O'sha joyda demak ketma-ketlikda ruxsatlarni berib nastroykasini qilish kerak. Va uni o'rnatib bo'lganingizdan keyin bosganingizda sizga hozir boshqacha ko'rinish chiqadi. Ya'ni aynan sf symbolni application ishga tushadi. Men ancha oldin o'rnatib bo'lganman. Demak, mana bu ko'rinishda sizga ochiladi. Asosiy iconlar mana shu joyda joylashgan. Endi ko'rishimiz mumkin. Bu joyda mana iconlarimiz mavjud. Bizda ko'rsatdi 6900 ga yaqin icon mavjud. Mana bu joyda 6984 ta bizda icon bor. Endi ko'radigan bo'lsak, buni kategoriyalarga bo'lingan. Bu yerda hammasini ko'rsatish mumkin va bu joyda boshqa masalan gaming bo'lishi mumkin, o'yinlarga tegishli. Demak, har birini bizga buni filtrlar to'g'ri qilib qo'yibdi. Demak, maps bo'lishi mumkin yoki weather bo'lishi mumkin. Demak, har bir mavzuga qarab bo'limlarga bo'lib bizga mana shunday iconlarni yaratib bergan do'stlar. Demak, biz bu joyda e'tibor qilishimiz kerak. Oq turibdi, ko'k turibdi yoki boshqacharoq ranglari ham turibdi. Demak, biz bundan oddiy oq fonda foydalanishimiz mumkin, qora fonda foydalanishimiz mumkin yoki buni har xil rangli holatda ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun oddiy mana buni bosadigan bo'lsak, endi ko'radigan bo'lsak, bunda mana bu joyda nomi turibdi. Bizga asosiysi bundan kerak bo'ladigan mana bu joyda nomini olishimiz kerak. Va mana bu joyga keladigan bo'lsak, buni demak bir nechta turlarda foydalanishimiz mumkin. Colorni ko'radigan bo'lsak, demak multiple colorda bu support qiladi. Demak, bir necha rangdan foydalanishimiz mumkin. Masalan, gradient deydigan bo'lsak, bunga gradientni qo'shib ishlatishimiz mumkin. Buni qo'shadigan bo'lsak, bunga boshqacharoq ranglarni ham berishimiz mumkin. Masalan, pink berishimiz mumkin. Bu joyda demak biz iconlarni xohlagancha rangini o'zimizga moslashtirishimiz mumkin. Ya'ni bizga qanaqa rangdagi icon kerak. Mana shuni demak shu joydan ham biz buni moslashtirishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu joyda featurelarni bilib olganimiz yaxshi. Endi oxirga o'tamiz. Bu joyda ham animatsiya mavjud. Hozirda bu simbollarga yaxshi imkoniyatlarni qo'shib berdi. Ya'ni animatsiya qilish imkoniyati mavjud. Misol uchun oddiy mana buni bosamiz va animatsiyasi mavjud. Bosadigan bo'lsak, mana demak bounce degan animatsiya turibdi. Animatsiyasini o'zgartiramiz. Bu joyda do'stlar o'zimizga kerakli bo'ladigan funksionalliklarni to'g'irlab, demak mana shularni kodda ishlatishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi buni ishlatish jarayonini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsimizda biz color mavzusini ko'rib chiqdik. Endi biz bosamiz va yangi fayl yaratamiz.
SwiftUI file. Demak do'stlar, mana biz yaratib oldik. Bu holatda birinchi o'rinda biz iconlardan, system image'dan foydalanish uchun image degan view'dan foydalanamiz. Image deymiz. Demak bizda image'dan foydalanish uchun bir nechta turlari mavjud. Bizga asosiysi bugun ko'radiganimiz demak system image hisoblanadi. Bu joyda bizga nomini berishimiz kerak. Endi mana bu joyga qaytamiz. Bu joyda ko'rishimiz kerak, aynan biz qaysi birini ishlatmoqchimiz. Masalan, rang-barangligiga kelamiz. Colorlarda rangini oqqa tushirib qo'yamiz. Xo'p, demak bizga mana bu kerak bo'lsin. Xo'p, mana shuni olib ishlatishimiz uchun shuni bosamiz. Bu joyda bir nechta turlari mavjud. Demak, symbolni o'zini olib foydalanishimiz mumkin yoki nomini olib foydalanishimiz mumkin yoki oddiy image iconini, mana bu rasmini image sifatida olib foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Bizga hozir kerak bo'lgani nomi kerak. Nomini copy olamiz. Endi dasturimizda qaytib kelib bu joyga demak string ko'rinishida ma'lumotni beramiz. Mana ko'rdik do'stlar, o'sha nomni beryapmiz. Olgan nomimiz berdik. Mana bu joyda bizga o'sha belgi ko'rinyapti. Mana biz bergan belgi mana bu joyda ham ko'rinish beryapti. Endi do'stlar, buning ustida ishlaymiz hozir. Buning hajmi juda ham kichik turibdi. Endi bunga modifierlar berishni boshlaymiz. Bu joyda buni fontini o'zgartiramiz. Bunga masalan frame'ini kattartirish uchun, hajmini kattartirish uchun oddiy fontdan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun title deydigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, ozroq kattaryapti. Agar large title deydigan bo'lsak, yana ham kattaryapti. Demak, shu orqali biz buning fontini kattaligini boshqarishimiz mumkin. Agar bizga bundan da masalan bu kichik turibdi, agar bizga yanada kattaroq, demak bu joyda eng kattasi title, large title. Agar bizga bundan da kattaroq keladigan bo'lsa, bu joyda system size ga kelamiz. 50 beramiz. Yana kattarayapti, 100 beramiz. Mana demak bizda bu kattalashni boshlayapti. Agar bizga konkretni bir kattalikdagi qanaqa kattalik kerak bo'ladigan bo'lsa, demak fontdan foydalanishimiz ham mumkin va buni bir nechta yo'li mavjud. Birinchisi, demak buni hajmini kattartirish uchun bizga fontdan foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Bunga fontni o'zgartirish orqali biz ikonimizni o'zgartiramiz. Endi keyingisida foreground style mavjud. Foreground style orqali demak mana shu ikonimizni rangini o'zgartirishimiz mumkin. Bu joyga color red deymiz. Red beradigan bo'lsak, demak buning rangini o'zgartirib beryapti do'stlar. Endi biz fontini yana bir marta hajmini kattartirish uchun frame dan ham foydalanishimiz mumkin. Bularni yopib turamiz. Endi bunga frame beramiz. Width beramiz 100, height beramiz 100. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, bu joyda mana shu biz image uchun bergan balandlik va bo'yimiz mana shu qobiqda turibdi. Ammo ikonimiz kattarmayapti. Chunki bunga boshqa yana bitta modifier qo'shishimiz kerak. Aslida bu imagening frame'i kattaryapti. Buning biz frame'ini katta beryapmiz, ammo ichidagi iconning o'zi ko'rinishi o'zgarmayapti. Chunki agar biz font bilan beradigan bo'lsak, uning fontini, ya'ni uning hajmini o'zgartira olish mumkin. Agar frame bilan biz font beradigan bo'lsak, bunga albatta resizable degan frameworkni modifierni bosishimiz kerak. Resizable beradigan bo'lsak, demak mana ko'rishimiz mumkin. Resizable orqali biz xohlagan ko'rinishda qayta buning hajmini o'zgartirishga imkoniyat beradi. Ya'ni resizable degani qaytadan hajmini o'zgartirishga ruxsat beradi do'stlar. Buni bosish orqali demak frame'ni o'zgartira olyapmiz. Endi biz bu joyda yana e'tibor qilishimiz kerak. Aspect ratio degan mavjud. Demak bu orqali biz iconimizni holatini o'zgartiramiz. Misol uchun bunga fit va fill degan o'zgaruvchilar mavjud, turi mavjud. Agar biz fillni beradigan bo'lsak, mana buni ko'rishingiz mumkin. Bunaqa kattarmayapti. Mana bu joyda hozir buni sezish uchun bizga hurt deymiz.
fail deymiz. Mana do'stlar, demak fail beramiz. E'tibor qilishimiz kerak. Biz aspect ratio orqali uni fizikal holatini o'zgartiramiz. Agar biz fail beradigan bo'lsak, buning qiymatini mana shu bu balandlikka nisbatan bog'laydi, ya'ni balandligini maksimal darajada framegacha olib boradi va agar balandlikda maksimal olib boradi, ammo vidisiga ahamiyat bermaydi. Agar bu joyda vidisi yanada balandroq, masalan, imagening hajmi uzunroq image bo'ladigan bo'lsa, agar biz fail beradigan bo'lsak, bu framedan ham chiqib ketadi. Bu esa bizda dasturimizda yaxshi emas, ammo ba'zi holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Endi bu joyda fit beramiz. Fitni beradigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Imageimiz to'liq framening ichida joylashyapti, ya'ni fit degani to'liq mos kelish, joylashish degan ma'noni anglatyapti. Demak, fit orqali biz bergan framening ichiga o'sha imageni yoki boshqa iconni o'sha framening ichiga to'liq joylashtirib beradi. Ya'ni bu vidisga nisbatan ishlaydi. Vidisini to'g'rilab beradi, heightini esa o'sha framega kichik bo'lsa ham o'shanga joylashtirib beradi. Ya'ni proporsiyasini o'zgartirmaydi. Agar biz fit orqali beradigan bo'lsak, buning proporsiyasi o'zgarmaydi. Fill bilan beradigan bo'lsak, proporsiyani o'zgartirib yuborishi mumkin bo'ladi do'stlar. Ya'ni framega nisbatan proporsiya o'zgarib ketishi mumkin. Ana endi do'stlar, yana bitta ko'ramiz modifierni. Ko'rishingiz mumkin, mana yonboshlari chiqib qolyapti. Agar ba'zi holatlarda, aynan bu uchun emas, ba'zi holatlarda demak clip degan modifier mavjud. Clip deyapmiz. Agar imageimiz framedan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsa, biz mana shu clipni eng oxirida foydalanadigan bo'lsak, bu orqali esa bizning mana frameni kesib tashlayapti. Bu esa vaqtinchalik qaysidir holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Hozircha o'chirib qo'yamiz. Ana endi do'stlar, biz mana bu joyda aspect rationi fail qilib ishlatyapmiz. Aslida buni yanada soddaroq qilib ishlatishimiz ham mumkin. Bu joyda turib, masalan, fit deydigan bo'lsak, scale to fit degani mavjud. Demak, xuddi mana bu joyda fail yoki fit deganimiz mana joylashtirib beryapti. Endi scale to fit deylik, buni o'chirib turamiz. Fill deydigan bo'lsak, scale to fill. Xuddi mana bu qilgan ishimizni, demak, alohida modifierlarga, funksiyalarga chiqarib qo'yibdi. Shu orqali ham demak buni boshqarishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Buni o'chirib turamiz. Endi do'stlar, bizga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, har qanday holatda mana bu joyga nomini beramiz. Agar biz nomini yoddan biladigan bo'lsak, mana bu joyda mana masalan person deydigan bo'lsak, odam ko'rinishini beryapti. Bu joyga ahamiyati yo'q. Siz agar o'sha sistemning ikonlari ichida bor bo'lgan nomni beradigan bo'lsangiz, bu image sistemadagi bor ikonlarni qidirib chiqadi va o'shanga mos bo'lganini, demak, sizga bu yerda render qilib ko'rsatib beradi do'stlar. Agar sizda nomi esingizda turmaydigan, chiqib ketgan yoki umuman bilmaydigan bo'lsangiz, bu joyda turib siz birinchi qaysi icon kerak buni tanlaysiz va tanlab turib siz mana bu joyda bir nechta xil funksionalliklarini, demak, o'zingiz moslashtirib to'g'irlagandan keyin o'shani olasiz va nomini olasiz. Endi bu joyga mana buni tashlaymiz. Tashlagan vaqtimizda e'tibor qilishimiz kerak. Mana bu joyda asl holatda chiqishni xohlayapmiz. Ya'ni ikki xil rangda chiqsin. Ammo biz bu joyda qora rangda chiqyapti. Chunki bu asli defaultning holatda qora rangda chiqadi. Demak, biz foreground style berish orqali buni rangini o'zgartirishimiz mumkin, faqat bir xil rangga. Ammo bizga mana bunisi sariq, bunisi oq yoki qora bo'lib turishi kerak. Bu holatda esa bizga render degan mod kerak bo'ladi. Bu joyda masalan rendering mode degani bor. Rendering modni bosadigan bo'lsak, original degan bo'limini bosadigan bo'lsak, mana bu joyda ikonimizni origin asl holatini bizga render qilib ko'rsatib beradi. Bu o'chirib qo'yadigan bo'lsak, bizga defaultning holatini beradi. Ana endi bu redni ham qo'shamiz. Foreground style'ni qo'shganimizda xato beryapti, chunki biz o'tgan safar ham gaplashdik, modifierlarning ketma-ketligi muhim. Biz foregrounddan oldin buni berishimiz kerak edi. Ko'ring do'stlar, xatolik beryapti, chunki biz foregrounddan
foreground birinchi berib, keyin rendering modni beryapmiz va xatolikni beryapmiz. Aslida rendering mod bu birinchi chiqishi kerak. Mana do'stlar, agar biz ikkinchi rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, xohlagan rangga o'zgartirib olamiz. Agar mana bunaqangi rangni o'zgartira olmaydigan ranglarimizni rendering mod original qiladigan bo'lsak, mana bu joyda berilgan xohlagan rangimizni foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Mana buni olib ko'raylik yana bitta. Mana do'stlar, biz hammasi qo'shilib turganligi uchun, ya'ni qo'shilganligi uchun o'zini chiqarib beryapti. Endi agar biz yana tezroq ishlaymiz deydigan bo'lsak, Command L ni bosamiz. L ni bosgan vaqtimizda mana bizga symbols degan bo'lim mavjud. Oxirida yulduzchaga kelamiz. Bu joyda demak bizda simbollar, mana shu simbollarni barchasi mana shu joyda mavjud. Mana ko'rishimiz mumkin, barcha turi mavjud. Ammo bu joyda tartib saqlanmagan, unaqa bo'limlari noaniq bo'lganligi uchun biz o'zining mana bunaqa ilovasidan foydalanganimiz bizga ancha qulayroq va ishimiz tezroq bitadi. Agar bizga osonroq, oddiyroq kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joydan turib ham mana tanlab, buning mana bu joydan nomini olib, masalan odam tanlaylik. Nomini shunday olamiz va o'sha nomni bu yerga tashlab foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi do'stlar. Demak, tushunarli bo'ldi do'stlar. Biz icon haqida yetarlicha gaplashdik. Qayerdan olamiz, qanday o'rnatamiz va uni qanday qilib to'g'ri frame beramiz. Demak, frame orqali buni hajmini o'zgartirishimiz mumkin yoki font orqali hajmini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Frame orqali o'zgartirganimizda, demak, biz обязательно biz resizable modifierni qo'shishimiz kerak ekan. Demak do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat. Agar sizda qandaydir savol yoki muammolaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Darsimizga like, kommentariya va do'stlaringizga ulashishni unutmang. Keyingi darsimizda do'stlar biz image-ni to'liq ko'rib chiqamiz. Biz hozir mana bu joyda image deydigan bo'lsak, mana image-da bir nechta turlari mavjud. Biz hozir faqat bitta sistemni ikonlardan foydalanishni ko'rdik. Keyingi darsimizda demak qolganlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.